Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana shu sariq rangli 1 tonnalik mototsiklimiz o'tgan yildan sotilmasdan qolib ketgan edi. Buni endi bizlar o'sha EcoBike jamoasi bilan birgalikda marafet qilib boshlaymiz. Tuning deydi-ku. Ayrim ishlarni qilamiz. Hozir ko'rib turganlaringizdek kichkina balon. Mana faralari o'sha quyoshlarda qolib sarg'ayib qolgan. Ekranlari ham xuddi shunaqa. Sidenlari qurib qolgan. İchlarni ko'ryapsizlar. Spinkalarni ham kojalarni boshqatdan qilib, balonlarni kichkina mana ko'ryapsizlar. Balonlar akkumulyator qismlarini oltalikka almashtirib, miya motorlarini katta-kattasidan qo'yib, chiroyli marafet qilib chiqamiz. Tomosha qilasizlar. Xudo xolasa Ramazon oxirida buni narxini chiqarib, qanday chiqqanini baho berasizlar. O'sha vaqt gaplashamiz deydi-ku.